Başki. Oturaki. Ulanmaki. Yavuzki. Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını eydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Ep geçti sot toşu almay, yetovaptı Savut Bay. Keklikede negi mandınız? Kiyi hocamның toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağırsına yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni bir tal toң tizek. Ki keli kel. Ki közi köz. Ki keti ket. Mi meni men ketmen. Ki keti ket. Mi meni men ketmen. Mekke tep qo'shilsa örük K A K M A M L mal kamal M A M K mek T A T P tep K A K K E K T I T V A V T I T D U du ketivatıdu Kamal mektepke ketivatıdu Əcirinin tigi altın. Opa, ben mektepke maldım. Somkanğa kempüt ve başka yemekliklerini sep koydum. Bana çilekni ep çıkıp belgin. Kavlanın tüyüğü soku yiyibitey. Mektepten baldırak kaytıp gelgin ha? Opa, karotimni retlik yığıştırıp ettim. Emdi mamısam keçikip kalımen. Koton, oğlumuz qani? Köymedilim o. Ani qarısılah o mektepke ketdi. Burroq kelishni aytdingizmi? U maktabdan kelsa, ketmanni ilib arqo'ylig'i chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'tayli. Bo'ladi. Yursilah birdam aram ele o'lib andan chiqsilah. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xapsallarni men aldadim, nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsda yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilib aytding? Mana misa? Neymiş qorusizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtimdek turib qara buning gapini. Uni qattiq ura. Ana doppangni. Aqling bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma.
Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'zitib qo'ymusam. Kamal tex hech qaytib kelmaydi. Menmi ensirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hänim bolsa qaytib kepsen, senden ensirab turgandim. Balam, sana nim boldi? Sen ezelden birisi bilen soqışıp qanmaydın. Kim bilen soqışdın? Kim seni başında qattiq urdi? Yo'q, opa, men urushmadim. Ondaqda yüzün kök, doppan qan turdiği. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Ondaq emas-da. Raskab qil. Sana zaten nim bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga borolmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Derhal uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Menga o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'in Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni anglasa qanchalik xush bo'lib ketadi. Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qitim to'sibdiman. Bu qilganim uchun oldinda to'liq xijilman. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman. Rahmat o'g'lim.